Ana. Hadi 4 kilometr bo'lsam peshkom ketaveramman. Hozir yaxshimisiz? Juda zo'rman. Ko'z tegmasini. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Qancha qiynalganmisiz? 24 yil qiynaldim. İlk azobini ko'rdim. Bormagan joyim, qilmagan ukolim qolmagan. Men degan xayri doktor bo'lsa, falonchi joyda davolaydi ekan, nemis bor ekan, o'ris bor ekan desa ham borganman hammasiga. Birantasidan davo topmaganman. Mana keldim. Bir kun yaxshi. Shu bir urdi, keyin orada yana chiqarib qo'yib keldim-ku, bildirmasdan urdi aradaga. Shundan keyin zo'rib ketdi. Men zo'rman, Xudoga shukr. Sog' bo'ling. Shu mana bu yoqqa yursam, bu yoqqa yursam eslab turaman. G'alati ekanman. Tepada xudo eslab turaman. Mayli. Ko'rib turaman. Alloh shifo beramasin. Yaxshimisiz aka? Hozir nima bo'lyapti endi? Jo'natgan odamdan juda ko'p odam jo'natdim. O'zim hozir mahal turaman. Yaqinimda bolani jo'natdim. Men vaqtim bo'lmadi, men aytdim, qayerga borib agar biroz aytsang biladi. Balkim bilmaydi, men o'sha odam ko'p keladi dedim. Kelib ketdi. Ana uni ko'rsam yaxshiman deydi, yoshda u. Yaxshimi? Ha, yaxshiman. Salomat bo'ling. Yaxshilik ko'rishga xursandman ko'rganimdan. Xursandman yaxshilik ko'rishinglar. Cho'tka bo'lib ketdi. Qardaga meni taniganlar ko'pda endi odam tanigan odamlar juda ko'radi-da. Sen belim og'rimasdimi deydi. Rest beryapman. Shu davolangandan beri stroykadaman. Uyimda. Og'irnasi ko'tarib qolmayapsizmi? Yoshlarga og'ir teraman. Yo'q, ehtiyot bo'ling endi baribir. Yo'q, unaqa grubi og'ir narsalar emas. Yo'q, endi ko'tarsangiz achchig'isi qolib ketmasin. Ko'tarsangiz endi o'zingizga qiyin bo'lib qoladi. Yo'q, unaqa og'ir narsa ko'tar, lekin bir qop narsani bir tomon ishlab Yo'q, baribir ehtiyot bo'ling-da. Ehtiyot bo'ling. Men bitta boya aytganingizda nagruska tizzaga berib saqlanadi. Men bitta ayol davolaganman-da. Uyiga borib davolaganman-da. 83 yoshli ayol. 83 yoshli ayol yotib qolganda, sirasi bo'ldi, belida muammo-da. Yani qo'lim bilan sekin to'g'rilab qo'ydimda, chiqib ketayotganimda, uydan chiqib ketayotganimda qarasam hovlini o'rtasida anaqa yotibdi. 32 kilolik tosh bor-ku. 32 kilolik tosh. Shunday qaradimda, o'tib ketdim. Men ertaga qaytib kelaman mana shu ketdim. Mana shu uyga yana qaytib kelaman dedim. De ketdim. Bir payt qilib kelyapti. Endi ana oyoq shu turdi o'rnida, yurib ketdi. Hammasi yaxshi, alhamdulillah. 84 yoshli, 84 yoshli ayol. Endi yotib qolganda, endi tasavvur 84 yoshli ayol. Yurib ketdi, yaxshi bo'ldi. Bir payt qaytib ishga keldim, de ertalab yana boraman o'sha uyga dedim. De o'g'li kirib keldi keyin. O'g'li kirib keldi, aka dedi, "Yuring ketdi" dedi. Yana bellari og'riyapti dedi. De srazu bordimda, uyga bordimda, qarasam tosh o'rtada emasda, chetda turibdi. Ayol kishi endi oyoqqa turganlar, onaxon turganlar, 32 kilo tosh shundoq ko'targanlar. De chetga olib qo'yganlar-da. Tushunyapsizmi? Ikki kechqurun bu yana voy qilib borsam, yo'q kulayib yotibdilar. O'sha og'riq yo'q unaqa. Lekin yana siqib qo'yganda ko'rasizmi, aytdim sirasi. Ona tosh ko'tarib desa, qayerdan bilding deydi. Qayerdan bilding deydi. Men ko'rdim dedim, chiqib ketayotgan toshni, men ko'rdim. O'zi shuni toshni olib qo'ysam bo'lar ekanda. Ikkinchi marta borib o'tirmasdim. Olganlar, ko'targanlar yana o'sha qo'ygan. Ana endi siz mana shu gapingizga bu ayol necha yildan beri o'sha toshni ko'tarmagan, ushlamagan. Bolalar ko'tarmagan. Tuzaldim deb. Yo'q, uyga hech kim olib qo'ymaganda, tosh hovlini o'rtasida turibdi. Mana shu odam yuradigan hovli, mana shu hovli bo'lsa, o'rtada turgan toshni ko'targanlar, chetga olganlar shundoq. Qarangda mana, shuncha paytdan turgan toshni u ayollar miyasida qolganda o'sha tosh. Ko'rasizmi? Mashina tuzalsam olib qo'yaman degan, men chiqib ketayotganda ertaga mana shu tosh ko'tariladi dedi, chiqib ketdi, qaytib kelsa tosh chetda turibdi-da. Ko'rasizmi? Endi yosh katta odam qancha ketyapti? Doda Ardaga. Xursandman ko'rishganimdan. Doda sog' bo'ling. Yaxshilik ko'rishinglar. Salomat bo'ling. Sizlar miyingiz ochib oldimi? Ana